Agar siz yaqindagina MacBook sotib olgan bo'lsangiz, albatta u yerga mana shu ilovalarni o'rnatib olishingiz kerak. Chunki ular sizning hayotingizni ancha yengillashtiradi va MacBook bilan ishlash jarayonini anchagina osonlashtirib beradi. Birinchi ilovamizning nomi bu Raycast. U qaysidir ma'noda sizning MacBookingizda joylashgan shaxsiy assistent rolini bajaradi. Qaysidir ma'noda u Spotlightning o'rnini egallaydi. Ya'ni siz Common Space tugmasini bossangiz, endi Spotlight emas, Raycast chiqib keladi. U yordamida siz deyarli istalgan vazifa va amallarni bajarishingiz mumkin. Keyingi ilova bu Rectangle. Agar siz MacBookga Windowsdan o'tgan bo'lsangiz, bilasizki, bu yerda oynalarni boshqarish biroz noqulay. Ularni siz olsangiz, Windowsga o'xshab tezdagina komponovka qilish qiyin. Rectangle esa mana shu vazifani a'lo darajada bajarib beradi. Bu ilovani o'rnatganingizdan keyin siz bitta tugmani bosgan holda barcha oynalaringizni chiroyli va qulay ko'rinishga keltirib olishingiz mumkin. Keyingi ilovamiz ham aynan Windowsdan MacBookga o'tganlar uchun juda ham kerakli narsa, uning nomi Alt Tab. Bilmaganlar uchun tushuntirib o'taman. MacBookda Common Tab funksiyasi bor, u Alt Tabga o'xshamaydi. Chunki siz Windowsda Alt Tabni bossangiz, siz oynadan oynaga o'tasiz. MacBookda esa Common Tabni bosgandan keyin siz bitta ilovadan ikkinchisiga o'tasiz. Ya'ni misol uchun siz agar MacBookda bitta ilovadan ikkita oyna ochib qo'ygan bo'lsangiz, ularning o'rtasida Common Tab bilan o'ta olmaysiz. Aytaylik, Wordda ishlamoqchisiz. Ikkita Word dokument ochib qo'ysangiz bo'ldi. Common Tab ishlamaydi bu yerda. Chunki bu bitta ilova. Aynan shu muammoni hal qilish uchun Alt Tab ilovasi yordam beradi. Uni o'rnatgandan keyin siz Common Tabni bemalol Windowsdagi Alt Tab qilib ishlatsangiz bo'ladi. Xullas, bu ilova must have. Keyingi ilovamizning nomi PopClip va u ham sizga albatta yoqishi aniq. Mana misol uchun iPhone'da qanaqa? Siz birorta matnni belgilaysiz, uni ustiga bitta bossangiz, tepasida har xil funksiyalar va sozlamalar paydo bo'ladi. Misol uchun kopiya qilish, o'rnatish, o'chirib tashlash va hokazo. Endi siz PopClip bilan MacBookda ham shunaqa funksiyaga ega bo'lishingiz mumkin. Shunchaki matnni kopiya qilasiz va u yerda xuddi iOSga o'xshab tepasida sozlamalar va funksiyalar chiqib keladi. Keyingi ilovamiz Paste. Matn bilan ishlaydigan odamlar uchun va umuman olganda Ctrl+C, Command+C bilan foydalanadigan odamlarga juda ham kerak. Shaxsan o'zim bu funksiyadan juda ko'p foydalanaman. Misol uchun aytaylik, siz matn yozyapsiz va qayerdandir bitta ma'lumotni oldingiz, boshqa joydan ikkinchi ma'lumotni oldingiz va ularni hammasini bitta dokumentga yig'ish kerak. Va aytaylik, siz qaysidir matnni kopiya qilgandan keyin dokumentga qaytib keldingiz va adashib boshqa narsani kopiya qilib qo'ydingiz. Endi siz o'sha sahifaga borasiz, boshqatdan kopiya qilib, qaytib kelib o'rnatishingiz kerak. Paste ilovasi bilan esa endi bunaqa muammo bo'lmaydi. Siz bitta tugmani bosasiz va oldingizda hamma kopiya qilingan matnlar va elementlar chiqib keladi. Shunchaki keraklisini tanlab, Command V qilasiz bo'ldi. Keyingi ilovamizning nomi App Cleaner. Endi siz birorta ilovani o'zingizni kompyuteringizdan o'chirib olmoqchi bo'lsangiz, uni App Cleaner orqali qilgan yaxshi. Chunki App Cleaner uni birorta izini qoldirmasdan batamom tag-tugi bilan o'chirib oladi. Bu esa kompyuteringizda joy to'lib qolishini oldini oladi, qanaqadir musor fayllarni esa saqlab o'tirmaydi. Bilasizki, MacBooklar hamma arxiv fayllarni ham ochavermaydi va shu muammoni yechish uchun siz o'zingizga Keka nomli ilovani o'rnatib olishingiz mumkin. Keka nomi shunaqa. To'g'ri, Unarchiver degan ilova ham bor, lekin Kekaning qulay tarafi shundaki, u sizning Finder ilovangizga to'g'ridan to'g'ri integratsiya qilinadi. Bunaqa arxivator ilova bilan siz bemalol RAR bo'ladimi, 7 zip fayllar bo'ladimi, hammasini ocha olasiz. Keyingi ilova MacBookni anchadan beri ishlatadigan odamlarga juda ham kerak. Uning nomi Bartender. Bekorga MacBookni anchadan beri ishlatadigan odamlarga demadim, chunki e'tibor bersangiz MacBookning tepa o'ng qismida har xil ikonkalar paydo bo'ladi. Va kompyuteringizga qancha ko'p ilova o'rnatsangiz, o'sha ikonkalar soni ham ko'payib boraveradi. Va tepadagi panelingizda mana shunaqa xaos bo'lmasligi uchun Bartenderni o'rnatib olgan yaxshi. U hammasini chiroyli ko'rinishga keltirib qo'yadi. Qolaversa, xabaringiz bor, qaysidir MacBooklar o'zini maxsus cho'lkasi bilan ishlab chiqariladi va aynan mana shu cho'lka uchun ham Bartender kerakli narsa. Chunki sizning interfeysingizni to'liq mana shu dizayn elementiga moslab beradi. Va bugungi topimizning oxirgi ilovasi bu ChatGPT Atlas brauzeri, ya'ni sun'iy intellekt yordamida ishlaydigan brauzer. ChatGPT Atlasning boshqa brauzerlardan farqi shundaki, Atlas ancha aqlliroq. Siz shunchaki o'zingizni brauzeringiz bilan suhbatlashgan holda barcha ishlaringizni bitirib olishingiz mumkin. Misol uchun, qanaqadir jadval yaratish kerak bo'lsa, shunchaki Atlasga aytasiz. Qaysidir uchrashuvni belgilab qo'yish kerak bo'lsa, kalendarda, uni ham sizga Atlasni o'zi qilib beradi. Va bekorga ChatGPT Atlasni bugungi topga tiqmadim. Hozirda uni faqatgina eksklyuziv tarzda faqatgina MacBooklarga o'rnatish mumkin. iOSga yoki Windowsga o'rnata olmaysiz.
Shuning uchun birinchilardan bo'lib foydalanish imkoniyati hozircha sizda mavjud. Bu video albatta meni o'zimning shaxsiy fikrim, balki qaysi ilova esimdan chiqib ketgandir, qolib ketgandir. Ularni hammasini albatta izohlarda yozib qoldiring, o'qib chiqish o'zimga ham qiziq bo'ladi. Agar sizda yaqindagina MacBook olgan tanishlaringiz bo'lsa, bu videoni yuborib qo'ying. Bu bilan siz ularning hayotini anchagina yengillashtirgan bo'lasiz. Sog' bo'linglar.